Hammaga salom, tezkor xabarlar dasturi yana siz bilan. Jizzaxda ayol qo'shnisining bolasini shafqatsizlarcha kaltakladi. Jizzax viloyatida ayol qo'shnisining bolasini shafqatsizlarcha kaltakladi. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi xabar bermoqda. Qayd etilishicha, joriy yilning 19-iyun kuni Sharof Rashidov tumanida yashovchi fuqaro M.I. tuman ichki ishlar bo'limiga murojaat qilib, 2015-yilda tug'ilgan voyaga yetmagan farzandi mahalladoshi Nene tomonidan haqorat qilinib, tan jarohati yetkazilgani bildirilgan. Shuningdek, unga nisbatan qonuniy chora ko'rilishini so'ragan. Mazkur holat bo'yicha tayinlangan sud-tibbiy ekspertiza xulosasiga ko'ra, voyaga yetmagan bolada yengil tan jarohati aniqlangan. Shuningdek, 20-iyun kuni fuqaro Nene ham tuman ichki ishlar bo'limiga murojaat qilib, mazkur voqea davomida uning voyaga yetmagan farzandlariga ham tan jarohati yetkazilganini ma'lum qilgan. Ushbu holat yuzasidan ham sud-tibbiy ekspertizasi tayinlangan. Bildirilishicha, hozirda holat yuzasidan Sharof Rashidov tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan tergovga qadar tekshiruv olib borilmoqda. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarimiz shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.